Bugün bu şu kenetimizdeki asabiylik tüketiş, asabiylikniki bu kenetlerimizde türlük faaliyet işide yüzümüzdeki sunuluştan aldı eriş için Ramazan'ın aldı kenede asabiylik karşı durup mukumlukla saklaş doğrusunda bu şu biz bir faaliyet edip hürmetimiz. Bugün vakıttan içinde vakit çıkarıp, fırsattan içinde fırsat çıkarıp, boş vakıtı kadirlep, kelgen bütün kenetiki çağrıcı dikkat dostlarına kim köylümden rahmetini bildirme. Hazır oyunumuz başında. Oyun başlaştı bunu bizdeki bir şey kenette terbiyeli etken. Hazır direkt vaktaki kenette türlük siyasetin boysunluğun. Muşu kenette terbiyeli etkenler altın numara köktüde böyle kızıl karşıları. Efendim hediye dediğin nasıl uğurlayınız? Yalan kıllar baş yıldız akıp kızıl bayrak verdi. Yalan kıllar baş yıldız akıp kızıl bayrak İnkolar inasınız yanlar. Yarısı verdiğimiz iki eylül şimdi kolaşları ahaylar. Siyasetlik kadrimiz bildireyler, şimdi kolaşları bahar bizi kızdan, aşk kavan, yaşlı meylet kampışanda. Güzel bir bayan bulurlar, kızlarımız köyümden anamaktan. Güzel bir bayan bulurlar, Kollar tekama, kahraman kalkem, kalbe vurmadım. Bak müstekem, kollar tekama, kahraman kalkem, kalbe vurmadım. Bak müstekem, kollar tekama. Bir vakta hukukçunun iznindeki hazır, hoca tesiratlarına sözde bizde. Gelin çıkma. Hürmetli kenet rehberleri, ata-analar, urug' tuqqan do'st birodarlar, yaxshimisizlar? Nazir kenet darajalik tarbiyalash jarayonida og'ir ta'sirotini so'zlab o'tmoqchi. Mening ismim Qurbon Hasan. 5-yilda 3-chi kenet 1-sudan. Yoshim 22 yosh. Kasbim dehqon. Mening bu kenet darajalik tarbiyalash o'rniga kelish sababim dadamning qonunsiz diniy faoliyatlarga qatnashib qolish sababidan kelib tarbiyalanyapman. Dadam bo'lsa tarbiyalash o'rnida tarbiyalanadi. Men bu kenet darajalik tarbiyalash o'rnida tarbiyalanib, o'rganish orqali o'zimning xatoliklarimni cho'nqur tunib yetdim va qattiq afsuslandim. Men bu kenet darajalik tarbiyalanish jarayonida din ishlari nizomi, fuqarolarning dinga e'tiqod qilish erkinligiga va dinga e'tiqod qilmaslik erkinligiga ega ekanligini, diniy ishlarda qonunliklarni qo'llash, qonunsizlikni cheklash, asabiylik tugtish, diniy singdiruvchilikka qarshi turish, diniy ishlarni qonun bo'yicha boshqarish, normalniy dinga e'tiqod qilgan fuqarolarni qonunning qo'llaydiganligi, qonunsiz qilmishlarning qonunning jazosiga uchraydiganligi, qonunsiz diniy faoliyatning 75 xil konkret ifodasi, kenet turishlik qonunsiz diniy faoliyatlarning kenet ahdnomasi, qonunsiz diniy faoliyatning 26 turlik konkret ifodasi qator darslarni o'rganib o'tdim. Men bu darslarni o'rganish orqali qonunning ish-harakatlari bilan
qonunliq ish harakatlar bilan shug'ullansak, qonunning qo'g'daydiganligi, har qanday ish harakat qilsak, qonunga uyg'un kelamdi yo'q. Buni o'ylab qo'yishimizning nihoyat muhimligini, qonunsiz harakatlarning odamni ozdirib, xato yo'lga boshlaydiganligini, qonunga bo'ysungan holda ish harakat olib borsak, bizga bu yo'lning nihoyat kavirligini, shunglashqa qonunni to'g'ri tutib, kallamizni silkitib, qonun yengillikni kuchaytirib, partiya hukumatning siyosatlariga angliq bo'ysunib, hukumatning qildigini qilsak, xatolashmaydiganligimizni, urug' tuqqan qo'lin qo'shinlar bilan inoq ittifoq o'tishning nihoyat muhimligini, ota-onalarga vafodor bo'lib, aka-inalarimizni to'g'ri yo'lga yetaklashni, qonunsiz harakatlarni bayqaganda darhol jig'iy organlarga ma'lum qilishning muhimligini, millatlar aro Uyg'ur, Xanzu deb millat ayirmasligimizni, har qaysi millatning o'zaro barobarligini, partiya hukumatning illoqligini chuqur his qilib yetdim. Men buningdan keyin qonun intizomga onglik rioya qilib, kentning turli faoliyatlariga aktiv qatnashib, qonunga bo'ysunadigan yaxshi fuqaro bo'laman. Oxirida ko'pchilikning vaqtingizni chiqarib, ta'sirotini anglab, bayonlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ko'pchilik rahmat. Hurmatli kent rahbarlari, xalq ommasi, yaxshimisizlar? Ben bugün üzümning o'rganish ta'siratini so'zlab o'tmoqchi. Ko'pchilikning ko'ngil qo'yib anglab berishini umid qilaman. Benim ismim Mehmet Ali Bekri. Ben 5-yilda 3-kanat 4-sudan. Yaşım 23 yaş. Kasbim dehqon. Benim bu kanat darajalik tarbiyalash sinfiga kelishim, kanatning ba'zi faoliyatlariga qatnasha olmaganligimdan kelib tarbiyalanyapman. Ben bu sınıfga 5-ayning 2 kunidan boshlab kelib tarbiyalanyapman. Ben bu kanat darajalik tarbiyalash sinfiga kelgandan boshlab din ishlari nizomi, dehqon ishlamchilarning huquq manfaatini qo'g'dash, jinoiy ishlar qonuni, qonunsiz diniy faoliyatlarning 26 turli ifodasi, diniy asabiy ideyaning 75 xil turli ifodasi, kanat ahdnomasi, yeza amalligiga doir qonun masalalari, filollik tug'ut qonuni, dehqonlarning huquq manfaatini qanday kafolatlantirdi degan mazmunlarda dars anglab o'tdim. Tuvanda bu mazmunlarda dars anglab o'rgangan ta'siratimni so'zlab o'taman. Men bu darslarni anglash orqali nurg'un tushunchaga ega bo'ldim. Men bilmaydigan nurg'un qonun intizomlarining borligini tushunib yetdim. Hem qonunsiz ishlarning qonun turidan qochib qutulmaydiganligini, hem bizda ittifoq bo'lmasak bo'lmaydiganligini, ittifoq bo'lmasak dinni asabiy ideyalarning aramizga singib kirolmaydiganligini chuqur his qildim. Shunga biz ittifoq mustahkam bo'lib, qonunsiz asabiy ideyaning aramizga singib kirishiga qat'iy yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ve qonunsiz asabiy ideyalarga qarshi turib, to'g'ri bo'lmaganlarni vaqtida tuzib, xotirjam inoq o'tishimiz, jumladan kichik ishlardan boshlab oilamizni xotirjam qilish, kentimizni xotirjam qilish uchun bir kishilik to'hfa qo'shimiz zarurligini chuqur his qildim ve pushaymon qildim. Shunga biz bo'shashmay qonunsiz asabiylarga bor kuchimiz bilan qarshi turib, hammamiz birdek bayrog'imiz ro'shan holda qonun siyosatlarida o'rganib, o'z-o'zimizni qo'g'dishimiz kerak. Qonunsizlikqa qarshi turib, qonunga bo'ysunadigan yaxshi fuqarolardan bo'lishimiz kerak. Hammamiz jamiyat amonligiga, jumladan kanat va oila amonligiga birdek kuch chiqarib, milliy bo'lginchilikka, zo'ravonlikqa, terrorchi unsurlarga qattiq zarb berishimiz kerak. Qonun bo'yicha idora qilib, qonun bo'yicha qo'g'disaqlar, biz dehqonlarning huquq manfaatini qonun ostida qo'g'day oladiganligimizni tushunib yetdim. Shunga biz dehqonlar oilamizni cho'qim qonun siyosatlardan vaqtida xabardor qilib, qonun ilmimizni o'stirib,
yaxshi fuqarolardan bo'lishimiz kerakligini tunib yetdim. Qonunga bo'ysunsak, qonun oldida o'zimizning bir kishilik huquqimizni qonun qo'g'daydiganligini, qonunga bo'ysunmay, qonunni ko'zga ilmay, o'zimiz bilganini qilsak, qonunning turg'a tushib, qattiq pushaymon qilganligimizni tunib yetdim. Shunga hammamiz kallamizni sayiga tutib, kanitning turli faoliyatlariga to'liq qatnashib, o'zimizning iddiasini o'zgartirib, har vaqt qonunsiz asabiylarga qarshi turib, asabiylarni ko'chdan o'tgan chashqon urg'a qattu degandek ularni aramizdan taltukis qazlab chiqarishimiz kerak. Biz hammamiz asabiylarga qarshi turishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Ben yana kanit ahdnomasini ko'rib, biz dehqonlarning huquq manfaatini ham majburiyatini tunib yetdik. Tartib saqlayli tartiblar. Shunga biz hammamiz qonun oldida barobar qonunga bo'ysunishimiz kerak. Eng avval kanitning turli qoidalariga rioya qilishimiz kerakligini tunib yetdim. Shunga biz atrofimizga va oramizdagi yoshirin xavfni tugtib, vaqtida bayqab, vaqtida bartaraf qilishimiz kerak. Shunga keng xalq ommasining atrofimizdagi qonun intizomga rioya qilgan, qonunga bo'ysungan inoq ittifoq fuqarolarni ilgi qilib, qonun o'rganib, o'zimizni qonun intizomga rioya qilgan yaxshi fuqarolardan bo'lishimiz kerak. Men bundan keyin qonun intizomga rioya qilib, kanitning turli faoliyatlariga aktiv qatnashib, qonunga bo'ysunib, yaxshi fuqarolardan bo'laman. Oxirida ko'pchilikning qimmat vaqtini chiqarib, bizning ta'sirotimizni anglab berganingizga rahmat. Rahbarlari, ota-onalar, urug'-tuqqanlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Osiy Gulshamsha, 26 yosh, 5-yilda 3-kanit 5-yildan mening bu kanitga tarbiyalanishga asosli sababim kanitning ommaviy faoliyatlariga qatnashganligim sababidan men tarbiyalash o'rniga kelib o'rganish orqali o'zimning xatoligini tunib yetdim. Qonunsiz diniy faoliyatning 20 turli ifodasi birinchi dinni bahona qilib jamiyat tartibiga ta'sir yetkazish, fuqarolarning jismoniy sog'lomligiga ziyon solish, davlatning ma'arif tartibiga to'sqinlik qilish, ma'muriy ishlar adliga pilanliq tug'ish, siyosiy va miros taqsim qilish, shundaqla davlat manfaatini, jamoat manfaatini va fuqarolarning qonunlik huquq manfaatiga ziyon soladigan boshqa harakatlar, ikkinchi boshqalarning dinga e'tiqod erkinligiga aralashib, boshqalar dinga e'tiqod qilishga, ro'za tutishga, namoz o'qishga majburlash yoki shaklni o'zgartirib majburlash, ro'za tutishdan bog'li qilib, ommaning normal ishlab chiqarishi va ijtimoiy faoliyatlarga aralashib, ayollarni masjidga kirib namoz o'qishga, rupash bo'lishga majburlash. Uchinchi, vatanparvar diniy tashkilotlar tomonidan taklif qilingan diniy vazifa o'tash, salohiyat guvohnomasi bo'lmagan xodimlarni diniy faoliyatga tashkillash va uningga riyosatchilik qilish, diniy murosimlarni o'tkazish. To'rtinchi, tasdiqlatmay turib o'z diniy faoliyat so'rinlarida boshqa joylarda tashkillab diniy faoliyat olib borish. Diniy vazifadagi xodimlar va dinga e'tiqod qiluvchilar o'z diniy faoliyat so'rinlaridan boshqa joylarda vaziyatlash va yig'ilib diniy faoliyat o'tkazish. 5. Tasdiqlatmay turib boshqa joyda diniy xodimiyat o'tkazish. Tasdiqlatmay turib o'zboshimchilik bilan ichki o'lkalarga diniy xodimlarga avtonom rayonimizda diniy faoliyat o'tkazishga taklif qilish. 6. Diniy tarqatuvchi davalab xohlagancha murod ko'paytirish. O'zboshimchilik bilan ruhonlarni bekitish. Chegara sirtidagi diniy tashkilotlarni bekitish, o'z oldiga qabul qilish. 7. Qonunsiz holda din o'qitish sinfi, naqsan, munastir sinfi, ilohiyat sinfi achash, tasdiq
tasdiqlatmay turib, öz aldığa dinli öğretkiçilerini terbiyeleş. 8. tasdiqlatmay her darcılık, her türdeki mektepler ve gayri hukukdaş tarihi aprantlarını ders edeceğiz. Yoki başka joylarda faoliyatlarni elib berishdi. 9. Kur'an'a yetmegenler ve mektepteki hukukçularni namoz o'qishga, din o'rganishga, ro'za tutishga majburlash. Turtosh o'z mayliga qo'yib etish. 10. to'y hidi almaganlarni nikoh o'qib qo'yish qatorli dinli murosimlar orqali nikohlab qo'yish, qonun bo'yicha nikohdan ajrashish, rasmiyda bijirganlarni 3 taloq degizib nikohdan ajrashtirish qatorli shakllar nikoh ishlariga aralashish. 10. amaldan qoldirilgan dinli feodallik Allah paran qilmay o'tiralasa epen buni bizga izlash, isbotlash qilish, tizimga amalga keltirish, biroq varislik qilish, ijrorat qilish, oxun qo'yish, o'shir zakat yig'ish. 12. dinli faoliyat sorunga yuqori ovozli qamay o'rnatib, dinli faoliyat elib berish. 13. to'y to'kin nazr chiroq oila yig'ilish va mashrab o'tkazish fursatidan foydalanib qonunsiz vaztablik qilish, so'zlash. Rahmat. 8 sho'rni chaftat orqali birinchi qatorda maydon ushlagan o'rin 3. sho'rni hozir darhol faoliyat elib borsangiz bo'ldi.